Xitoyning Tojikistondagi elchisi Go Chizyun, Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Farhod Kamolzoda bilan telefon orqali favqulodda muzokaralar olib bordi. U Tojikiston tomonini Xitoy fuqarolarini himoya qilish uchun barcha zarur resurslarni safarbar qilishga chaqirdi. Xitoy elchisining bunday munosabatiga so'nggi 7 kun ichida Tojikiston-Afg'oniston chegarasida sodir bo'lgan ikkita voqea turtki bo'ldi. 26 noyabr kuni Afg'oniston tomonidan uchib kelgan dron hujumi natijasida Tohkon kompaniyasida ishlaydigan 3 xitoylik ishchi halok bo'ldi va yana biri yaralandi. 30 noyabr kuni kechqurun chegara yaqinida yo'l qurilishi loyihasida ishlayotgan 2 xitoylik fuqaro Afg'oniston hududidan olib borilgan otishma natijasida halok bo'ldi va yana 2 kishi yaralandi. Hujum o'q otar qurollari va granatalar bilan jihozlangan dron yordamida amalga oshirilgan. Afg'oniston ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Tolibon rasmiylari Tojikistondagi Xitoy fuqarolariga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilingan 2 kishini qo'lga olgan. Ko'rinishdan Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi voqeadan so'ng Pekin o'z fuqarolari va biznesmenlarining xavfsizligini xususiy harbiy kompaniyalari orqali ta'minlashni boshlaydi. Xitoy xususiy harbiy kompaniyalari Pekin loyihalarini amalga oshirayotgan Afrika mamlakatlarida uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Rossiya harbiy bazasi mustaqil Tojikistonda joylashtirilgan va endi Xitoy harbiy yollanma askarlari ham paydo bo'lishi mumkin.